Assalomu alaykum. Mana video qo'yasiz deb Damas kelib qoldi. Buni ham eshiklarni chiqarib yubordik. Buni girovga qilamiz bo'ladi ham. Yopilishlari xato o'ta ham. Mana bu tomonlarni ham ochib remont qilyapmiz. Boshlaganmiz mana oshama-osh petlarni remont qilib bo'ldik. Eshiklarni qo'yamiz hozir. Hamma eshiklarni chiqarib yubordik bularni ham. Orqa bagajlarigacha remont qilamiz. Mana zamonlari yilib ketgan ekan, ichlarini ochib remont qilib chiqamiz. Aka qayerda mashinasi edi? Ulovosdan kelgan ekan akamiz, mana ishimiz tugadi. Ochib yopib ko'ryapti akamiz mana. Go'zal bo'ldi. Holati ancha chatoq edi. Bagajni ham qilib bo'ldik mana. Aksiya qilaman, kelinglar. Akalar, bulovosili akalar jo'natib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar.